Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday bir muhim mavzuda gaplashmoqchimanki, bu har biringizning oilangizning moliyaviy ahvoliga, kelajakdagi rejalaringizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi davrda hayotimizda shiddat bilan sodir bo'layotgan o'zgarishlarga tayyor turishimiz kerakligini ta'kidlab aytaman. Ayniqsa ko'chmas mulk va yer egalari uchun bu ma'lumotlar o'ta muhim ahamiyatga ega. Agar sizning nomingizda birorta uy, kvartira, yer uchastkasi bo'lsa, hatto yaqin qarindoshingizda shunday mulk bo'lsa ham diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan moliyaviy muammolardan qutqarishi yoki aksincha qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar hammaga kerak. Muammo markazi nima o'zgardi va nimaga tayyor turishimiz kerak? Avvallari ko'chmas mulk va yer solig'i hisoblash tizimi nisbatan sodda edi. Mulkning kadastr qiymati ko'pincha eskirgan me'yorlarga, uzoq yillar oldingi baholashlarga asoslanardi. Ko'p hollarda mulkning haqiqiy bozor qiymati bilan uning kadastr qiymati o'rtasida katta tafovut bo'lardi. Bu esa afsuski adolatsiz holatlarga olib kelardi. Ba'zi mulklar juda arzon narxda baholanib, kam soliq to'lanardi. Boshqalari esa garchi qiymati uncha yuqori bo'lmasa ham ko'proq soliqqa tortilardi. Muhimi, soliq to'lash tartibi va nazorati ham unchalik qattiq emas edi. Ko'pchilik soliq xabarnomalari kutib o'tirardi. Kimdir umuman hech narsa to'lamay ham yuraverardi. Ba'zilar esa mulkining maqsadi o'zgarganda, masalan, turar joyini do'konga aylantirganda, buni rasmiylashtirishga shoshilmasdi. Bu holat albatta davlat byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatar, resurslardan oqilona foydalanilmasdi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi va o'zgarishda davom etmoqda. Davlatimiz iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, mulkchilik munosabatlarini tartibga solish va adolatni ta'minlash maqsadida yangi qonunlar, qarorlar qabul qildi. Asosiy o'zgarish bu mulkning kadastr qiymatini bozor narxlariga maksimal darajada yaqinlashtirishdir. Endi mulkingizning bahosi shunchaki qog'ozdagi yozuv emas, balki real bozor sharoitlariga asoslanadi. Bu degani, agar sizning uyingiz yoki yeringiz joylashgan hududda rivojlansa, narxlar oshsa, uning kadastr qiymati ham oshadi va shu bilan birga to'lanadigan soliq miqdori ham oshadi. Shu bilan birga soliq to'lash tartibi ham raqamlashmoqda, nazorat kuchaymoqda va har bir o'zgarishga tezkorlik bilan munosabat bildirish talab qilinmoqda. Yangi tizimning maqsadi soliqqa tortish bazasini kengaytirish, adolatli soliq tizimini yaratish va davlat byudjetini mustahkamlashdir. Bu esa avvalo bizning kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy farovonligimiz uchun xizmat qiladi. Batafsil tushuntirish, nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Nimani bilishingiz kerakligiga e'tibor qarataylik. Eng muhim o'zgarish bu ko'chmas mulkning kadastr qiymatini baholash metodologiyasidir. Endi bu jarayon oldingidek yuzaki emas, balki zamonaviy texnologiyalar va chuqur tahlillarga asoslanadi. Kadastr agentligi mutaxassislari sun'iy intellekt, geoinformatsion tizimlar, GPS dronlar yordamida olingan yuqori aniqlikdagi aerofotosuratlar va eng asosiysi, aynan sizning mulkingiz joylashgan hududdagi real bozor operatsiyalarini, sotib oldi, sotdi bitimlarini tahlil qilish orqali mulkning qiymatini belgilaydi. Bu degani, agar sizning uyingiz yoki yer uchastkangiz so'nggi 1-2 yil ichida narxi keskin oshgan hududda joylashgan bo'lsa, uning yangi kadastr qiymati ham sezilarli darajada oshishi tabiiy. Masalan, agar sizning xonadoningiz Toshkent shahrining markazida joylashgan bo'lsa, u yerda doimiy ravishda yangi turar joy majmualari qurilayotgan bo'lsa, infratuzilma rivojlanib borayotgan bo'lsa, uning kadastr qiymati 10 million so'mdan 25-30 million so'mgacha oshishi mumkin. Bu albatta to'lanadigan soliq miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Aksincha, agar mulkingiz nisbatan tinch, rivojlanmagan qishloq hududida joylashgan bo'lsa, uning kadastr qiymati uncha katta o'zgarishsiz qolishi yoki kamroq oshishi mumkin. Misol uchun, qishloqdagi o'rtacha kattalikdagi uyning kadastr qiymati agar ilgari 3000 million so'm bo'lgan bo'lsa, endilikda 35 million so'mga yetishi mumkin. Bu esa soliqqa deyarli sezilarsiz ta'sir qiladi. Ikkinchi muhim jihat bu soliq stavkalarining differensiatsiyasi. Endi turar joy uchun alohida, tijorat maqsadlaridagi mulklar uchun alohida, qishloq xo'jaligi yerlari uchun alohida va sanoat yerlari uchun alohida soliq stavkalari qo'llaniladi. Hududiy joylashuv ham katta rol o'ynaydi. Shahar markazidagi mulk bilan chekka hududdagi mulk uchun soliq stavkalari farq qiladi.
Bu shuni anglatadiki, agar sizning yer uchastkangiz ilgari qishloq xo'jaligi maqsadida foydalanilgan va solig'i kam bo'lgan bo'lsa-yu, endilikda u shahar hududiga qo'shilib, tijorat maqsadida foydalanish uchun qimmatli hududga aylangan bo'lsa, unga qo'llaniladigan soliq stavkasi keskin oshishi mumkin. Deylik, 5 sotix yer uchun qishloq xo'jaligi solig'i yiliga 5000 so'm bo'lgan bo'lsa, endi u tijorat yeriga aylantirilgach, soliq miqdori 5 million so'mdan 7 million so'mgacha yetishi mumkin. Bu endi mutlaqo boshqa miqdor. Shuningdek, agar siz uyning bir qismini do'konga, ofisga yoki xizmat ko'rsatish shoxobchasiga aylantirgan bo'lsangiz, buni rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, endi sizning mulkingiz turar joy sifatida soliqqa tortilsa ham, amalda undan tijorat maqsadida foydalanayotganingiz uchun soliq inspeksiyasi tomonidan qo'shimcha soliqlar va jarimalar undirilishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda mulki ro'yxatdan o'tmagan yoki hujjatlari tartibsiz bo'lgan fuqarolar, eski kadastr hujjatlari noto'g'ri rasmiylashtirilgan poydevorli uylar, hujjatdagi maydoni bilan amaldagisi farq qiladigan mulklar egalari albatta xavotirlanishi kerak. Chunki yangi tizimda barcha ma'lumotlar juda aniqlik bilan nazorat qilinadi. Ikkinchidan, tez rivojlanayotgan hududlarda joylashgan mulk egalari. Aytaylik, yaqin 5 yil ichida sizning uyingiz atrofida yangi turar joy massivlari, savdo markazlari, sanoat korxonalari qurilgan bo'lsa, demak sizning mulkingizning qiymati ham, unga qo'llaniladigan soliq miqdori ham oshishi aniq. Uchinchidan, katta yer uchastkalari egalari, ayniqsa foydalanilmay turgan yoki to'liq foydalanilmayotgan yerlar. Davlat qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishga intilayotgani sababli bunday yerlarga soliq yukini oshirishi mumkin. Bu esa ularni ekin ekishga yoki boshqa maqsadlarda foydalanishga undaydi. To'rtinchidan, turar joyni tijorat maqsadida foydalanayotgan, lekin buni rasmiylashtirmagan tadbirkorlar. Sizning mulkingiz maqsadini o'zgartirmaganingiz uchun siz turar joy solig'ini to'lashingiz mumkin. Lekin amalda tijorat faoliyati olib borayotganingiz aniqlansa, soliq idoralari sizga nisbatan qat'iy choralar ko'radi. Bu orqada qolgan soliqlarni jarimalar bilan birga to'lashni talab qilishga olib kelishi mumkin. Beshinchidan, bir nechta mulkka ega bo'lgan fuqarolar avvalgi tizimda ikkinchi yoki uchinchi mulk uchun soliq yukini kamaytirish imkoniyatlari bo'lgan bo'lsa, endi bu imkoniyatlar cheklanishi yoki mutlaqo bekor qilinishi mumkin. Har bir mulk uchun alohida uning qiymatiga mos ravishda soliq to'lanishi talab etiladi. Kim xavotirlanmasligi kerak yoki kamroq xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda mulk hujjatlari to'liq va tartibli bo'lgan fuqarolar. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, mulkingizning maydoni va maqsadi rasmiy hujjatlari mos kelsa, demak sizning holatingiz nisbatan barqaror. Ikkinchidan, nisbatan arzon, oddiyroq va barqaror hududlarda joylashgan mulk egalari. Masalan, shahardan uzoqroq, kichikroq aholi punktlaridagi standart uylar yoki kvartiralar egalari. Ularning mulkining kadastr qiymati keskin oshmasligi ehtimoli yuqori. Misol uchun, shahar chetdagi qishloqlardan birida joylashgan 6 sotix yerli 4 xonali uyning kadastr qiymati ilgari 20 million so'm bo'lgan bo'lsa, u endi 67 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu esa agar soliq stavkasi lo'ri 2% bo'lsa, yiliga qo'shimcha 20 dekada 1000 so'm soliq degani. Bu juda katta farq emas. Uchinchidan, qonun bilan belgilangan imtiyozlarga ega bo'lgan shaxslar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oilalar kabi toifadagi fuqarolar ma'lum bir miqdordagi mulk uchun soliqdan ozod qilinishi yoki imtiyozli stavkalarda soliq to'lashlari mumkin, ammo bu imtiyozlar avtomatik tarzda berilmasligi, ularni olish uchun tegishli hujjatlarni taqdim etish va ariza yozish kerakligini unutmaslik lozim. Ko'p hollarda bu imtiyozlar faqat bir mulk uchun va ma'lum bir maydon doirasida, masalan 100 kvadrat metrgacha amal qiladi. Agar pensionerning ikkinchi mulki bo'lsa yoki birinchi mulki 1 kvadrat metrdan kattaroq bo'lsa, ortiqcha qismi uchun umumiy asosda soliq to'lashga to'g'ri keladi. Istisnolar. To'siqlar va noaniq jihatlar qonunchilikda har doim istisnolar va maxsus holatlar mavjud bo'ladi. Muloqotimizning ushbu qismida aynan shularga e'tibor qaratamiz. Chunki ular ba'zan eng katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Istisnolar va imtiyozlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun soliq imtiyozlari mavjud. Ularga pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari.
yolg'iz qariyalarga va nogironligi bo'lgan fuqarolarga g'amxo'rlik toifasidagi shaxslar va shu kabilarni kiritish mumkin. Ammo eslatib o'taman, bu imtiyozlar ko'pincha cheklangan. Masalan, bir fuqaroga faqat bitta mulk, uy yoki kvartira uchun faqat ma'lum bir maydon uchun berilishi mumkin. Tasavvur qiling, bir pensionerning Toshkent markazida katta uyi va qishloqda yana bir uyi bor. U imtiyozni faqat bitta. Ya'ni o'zining doimiy yashash joyi bo'lgan mulk uchun olishi mumkin. Qolgan mulki uchun umumiy asosda soliq to'laydi. Yoki Toshkent shahrida yashovchi bir nogironligi bor fuqaroning 200 kvadrat metrlik uyi bo'lsa, u imtiyozni faqat 100 kvadrat metr qismi uchun oladi. Qolgan 100 kvadrat metr uchun esa umumiy tartibda soliq to'laydi. Bu imtiyozlarni olish uchun esa tegishli hujjatlar bilan soliq inspeksiyasiga murojaat qilish shart. Ular avtomatik tarzda qo'llanilmaydi. To'siqlar va murakkabliklar: birinchisi, eskirgan kadastr hujjatlari. Ko'pchilikning uy-joy hujjatlari juda eski bo'lishi mumkin. Ularda mulkning maydoni, qurilish turi, maqsadlari noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yangi baholash tizimi mulkning real holatini aniqlaganda hujjatlardagi ma'lumotlar bilan nomuvofiqliklar yuzaga chiqadi. Masalan, hujjatda uyingiz bir qavatli deb yozilgan. Ammo siz ustiga ikkinchi qavatni qurib qo'ygansiz-ku, buni rasmiylashtirmagansiz. Endi bu ortiqcha qavat uchun ham soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Buning ustiga jarima ham qo'shilishi mumkin. Yoki sizning yer uchastkangiz asli 6 sotiq bo'lsa-da, hujjatlarda ko'p sotiq ko'rsatilgan. Soliq idoralari dronlar orqali aniq maydonni aniqlaydi va sizdan ortiqcha 2 sotiq uchun ham soliq to'lashni talab qiladi. Ikkinchisi, xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Hozirgi kunda soliq xabarnomalari ko'pincha elektron shaklda, masalan, MyTongubuz orqali yoki soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Ba'zi fuqarolar bu xabarnomalarni ko'rmasligi yoki e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Natijada soliqni o'z vaqtida to'lamaganlik uchun penya jarima yoziladi. Har bir kechiktirilgan kun uchun jarima hisoblanadi. Bu kichik summadan boshlanib juda katta miqdorga aylanishi mumkin. Uchinchisi, mulkning maqsadi o'zgarishi va uni rasmiylashtirmaslik. Masalan, siz turar joy sifatida ro'yxatdan o'tgan binoning bir qismida kichik do'kon ochdingiz. Eski qoidalar bo'yicha bu unchalik katta muammo emasdek tuyulishi mumkin edi. Ammo yangi tizimda yer va mulkdan foydalanish maqsadini o'zgartirish juda muhim. Agar turar joyingizning bir qismini tijorat maqsadida ishlatsangiz, buni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, siz turar joy uchun soliq to'laysiz, lekin sizning faoliyatingizga soliq idorasi e'tibor qaratganda. Ular sizdan tijorat faoliyati uchun to'lanish kerak bo'lgan soliqni ortiqcha hisoblab, jarimalar bilan birga undirishi mumkin. Bu juda jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Noaniq jihatlar mahalliy hokimiyatlarning roli. Soliq kodeksida mulk va yer solig'i stavkalari uchun ma'lum bir diapazonlar belgilanadi. Aynan shu diapazonlar ichida har bir tuman va shahar hokimiyatlari o'z hududlarining iqtisodiy ijtimoiy xususiyatlaridan kelib chiqib, soliq stavkalarini aniqlash vakolatiga ega. Bu degani, bir xil turdagi mulk uchun turli tumanlarda soliq miqdori har xil bo'lishi mumkin. Bu noaniqlikni kamaytirish uchun fuqarolar o'zlarining mahalliy soliq inspeksiyasiga murojaat qilishlari yoki MyBalkAkov orqali o'z hududlari uchun aniq stavkalarni bilib olishlari shart. Mulk bozoriga ta'siri. Yangi soliq tizimi ko'chmas mulk bozorida ham o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Soliq yuki oshgan mulklar, ayniqsa katta yer uchastkalari yoki foydalanilmayotgan binolar egalari ularni sotishga majbur bo'lishlari mumkin. Bu bir tomondan bozorga qo'shimcha mulk chiqishiga va narxlarning barqarorlashishiga yordam bersa, ikkinchi tomondan ba'zi mulk egalari uchun moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Nima qilish kerak? Amaliy tavsiyalar mana. Eng muhim qismiga ham yetib keldik. Yuqoridagi ma'lumotlar shunchaki nazariy emas, balki aniq amaliy harakatlarga undash kerak. Nima qilishimiz kerak? Qanday qadamlar tashlashimiz lozim? Birinchi qadam. Kadastr hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Darhol uyingiz, kvartirangiz yoki yer uchastkangizga oid kadastr hujjatlarini qo'lingizga oling. Ularning sanasiga, maydoniga, mulkning maqsadiga, turar joy, noturar joy, qishloq xo'jaligi e'tibor bering. Hujjatlardagi ma'lumotlar mulkning haqiqiy holatiga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling. Agar siz biror o'zgartirish kiritgan bo'lsangiz, masalan, qo'shimcha bino qurgan, xona qo'shgan, yer maydonini o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin buni kadastrga kiritmagan bo'lsangiz, zudlik bilan kadastr agentligining tuman shahar
Bo'limiga murojaat qiling va barcha o'zgarishlarni rasmiylashtiring. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarimalar va ortiqcha soliqlardan sizni himoya qiladi. Ikkinchi qadam, o'zingizning soliq ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning eng oson va tezkor yo'li bu MyTalkGov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yoki Davlat soliq qo'mitasining rasmiy saytiga kirishdir. Shaxsiy kabinetingizga elektron raqamli imzo orqali kiring. U yerda siz mulkingizning yangi kadastr qiymati, sizga hisoblangan soliq miqdori, soliq xabarnomalari va to'lov muddati haqidagi barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Agar sizda bo'lmasa, uni darhol oling. Bu kelajakda davlat bilan bo'ladigan barcha munosabatlarda sizga qulaylik yaratadi. Agar elektron tizimlardan foydalanish qiyin bo'lsa, mahalliy soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qiling va barcha kerakli ma'lumotlarni oling. Uchinchi qadam, hisoblangan soliq miqdorini va baholashni tushunib yeting. MyTalkGov.uz yoki soliq idorasi orqali mulkingizga nisbatan qanday kadastr qiymati belgilanganini va unga qanday soliq stavkasi qo'llanilganini aniqlang. Agar siz baholash bilan yoki hisoblangan soliq miqdori bilan rozi bo'lmasangiz, baholashning asosini so'rashga haqlisiz. Bunday holatda soliq inspeksiyasiga yoki kadastr agentligiga yozma ariza bilan murojaat qiling va qayta baholashni talab qiling. Sizga mulkning baholash hisoboti taqdim etiladi. U yerda mulkning qaysi mezonlar asosida baholanganligi ko'rsatilgan bo'ladi. 4-qadam, imtiyozlaringizni bilib oling va ularni rasmiylashtiring. Agar siz qonun bilan belgilangan imtiyozlarga pensioner, nogiron, urush qatnashchisi va boshqalar ega bo'lsangiz, bu imtiyozlarni olish uchun soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Buning uchun sizga pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma yoki boshqa tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Unutmang, bu imtiyozlar avtomatik ravishda qo'llanilmaydi. Ularni olish uchun sizning faolligingiz talab etiladi. Ariza yozing va barcha kerakli hujjatlarni taqdim eting. 5-qadam, moliyaviy reja tuzing. Agar sizning mulkingiz uchun soliq miqdori sezilarli darajada oshgan bo'lsa, bu holatga tayyor bo'lishingiz kerak. Oilangiz byudjetini qayta ko'rib chiqing va soliq to'lovlari uchun mablag' ajratishni rejalashtiring. Soliqni o'z vaqtida to'lash jarimalardan qochishning eng yaxshi yo'lidir. Agar soliq yuki siz uchun juda og'irlik qilsa, mulkingizni sotish yoki uni boshqa maqsadda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Masalan, katta, foydalanilmayotgan yer uchastkasini qismlarga bo'lib sotish yoki ijaraga berish orqali uning soliq yukini kamaytirish mumkin. 6-qadam. Tadbirkorlar uchun alohida tavsiya. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz va yer yoki binodan tijorat maqsadida foydalanayotgan bo'lsangiz, lekin uning maqsadi kadastr hujjatlarida turar joy yoki qishloq xo'jaligi yerlari sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, zudlik bilan buni rasmiylashtiring. Ya'ni mulkning maqsadi o'zgartirish jarayonini boshlang va tegishli toifaga o'tkazdiring. Bu jarayon kadastr agentligi orqali amalga oshiriladi. Aks holda sizga katta miqdordagi jarimalar va orqaga qaytarilgan soliqlar hisoblanishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar. Bugungi suhbatimizdan shuni tushunishimiz kerakki, tayyorlaning degan chorlov shunchaki so'z emas, balki real harakatlar dasturidir. Mulk va yer soligidagi o'zgarishlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va bu o'zgarishlarga moslashishimiz, ularga tayyor turishimiz shart. Sizning e'tiborsizligingiz keyinchalik jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, o'z mulkingizga tegishli hujjatlarni doimiy ravishda yangilab boring. Soliq xabarnomalarini e'tiborsiz qoldirmang. Imtiyozlaringizni bilib oling va ulardan foydalanishni unutmang. Davlat xizmatlaridan, ayniqsa MyTalkGov.uz portalidan faol foydalaning. Bu sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing va eng muhimi bu ma'lumotlarni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Ularni ham ogohlantiring. Chunki bu ma'lumot hammaga kerak. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz hali siz bilan ko'p muhim mavzularni muhokama qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.